hozir sizlarga bittada yuzga lifting effekt berib yuzni tortib qo'yadigan, ya'ni osilib qolgan yuzlarni tortadigan maska o'rgataman. Buni qilib yurgan patsientlarim ham обязательно yuzinglar tortilib, hech qachon operatsiyagacha yetib bormaysizlar. Ishoninglar, hech qachon operatsiya qildirmaysizlar yuzinglarni, ya'ni yuzni torttirmaysizlar. Nimaga oxirgi paytlari men kollagenni sevib qoldim? Chunki o'rgatgan barcha maskalarimdan rezultatlar bilan kirib kelyapti patsientlarim. Ya'ni kelib, ko'rsatib, maqtab ketishyapti. Juda zo'r maskalar o'rgatyapsiz deb. Kollagen nimaga zo'r? Chunki bu oqsil. Haqiqiy oqsil. Bilasizlar, terini yosh ko'rsatadigan, terini turkunligini yaxshilaydigan, terini tortadigan bu oqsil hisoblanadi. O'shaning uchun oqsilga boy, ya'ni peptidniy kollagenlardan maskalar juda ham zo'r ishlaydi. Demak, bizga kollagen kerak. Bir qoshiqda men o'sha yaxshi ko'radigan glina, chunki bilasizlar, glina poralarni zo'r tortadi, yuzga zo'r lifting effekt beradi. Jajaba. Bir choy qoshiq jajaba solamiz. Ozgina bizga natriy xlor kerak bo'ladi. Bu maska nafaqat yuzga, bo'yin sohasini osilishlari, qorindagi osilishlar qizlar juda zo'r va ko'krakdagi osilishlarga ham zo'r effekt beradi. Bu narsada bizga eng zo'r yordam beradigan bu jajaba yog'i. Bu yog'dan har doim uyingizda bo'lsin. Maskalarim juda ham effektivni qilayotgan patsientlardan ko'rganmiz, ayollardan. Agar ko'proq maskalar qo'yishimni xohlasanglar, ko'proq uy sharoitida tayyorlanadigan tavsiyalarimni xohlasanglar, retseptlarimni like bosib qoldiringlar, podelиться qilinglar. Men aktivga qarab yana ham ko'proq sizlarga tavsiyalar beraman. Keyingi xudo xolasa tavsiyalarimiz bu albatta sizlarning iltimosingizga binoan bo'ladi. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Nima muammoni bartaraf qilishga men sizlarga maska o'rgatishimni xohlaysizlar? Yozib qoldiringlar kommentariyada.